Demokratiya va tabiiy haqlarimiz. Abdori Asiya Uyg'ur. Birinchi. Qur'onning tunji buyruqi o'qu. Allah Taala yuqorqi oyatda mundaq deydi. Yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. U insonni laxtiqandan yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng keramlikdir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Ikkinchi, haqiqatan biz Qur'onni tushunish uchun oson qildik. İbrat olg'uchi yo'qmi? Sura Qamar 17-oyat. Uchinchi. Onunğa, ya'ni payg'ambarlarga biz she'r ta'lim bermadik. Onunğa she'r munosibmi emas. U faqat tiriklarni ogohlantirish, kofirlarga azobning tegishlik ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Sura Yasin 69-oyat. To'rtinchi. Alif, Lam, Ra. Bu hikmat bilan ish qilg'uchi hammadan xabardor Allah tarafidan nozil bo'lgan oyatlarning tuzilishi puxta. Ya'ni aqida, ahkam, vaz va qissalar tafsili bayon qilingan kitobdir. Sura Hud 1-oyat. 5. Agar Parvardigoring xohlasa edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon aytadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan? Sura Yunus 99-oyat. 6. Dinda, ya'ni uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumronlikdan aniq ayrildi. Kimki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon aytadigan, u sunmas, mahkam tutqini tutqan bo'ladi. Allah, ya'ni bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Baqara 256-oyat. 7. Shubhisizki uningga biz, ya'ni payg'ambarni avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. U mu'min bo'lib, yaxshi yo'lda mengib, ya'ni Allohning ne'matiga shukr qilg'uchidir, yoki fojir bo'lib, yomon yo'lda mengib, kufrlik qilg'uchidir. Sura Inson 3-oyat. 8. Agar Parvardigoring xohlasa edi, butun odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida davomliq ixtilof qilishquchidir. Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Allah ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi. Parvardigoringning men cho'qim butun jinlar va insonlar bilan davzaxni to'shqizaman degan so'zi aniq belgilandi. Sura Hud 118-oyat. Bu 8 oyatdan mundaq bir qancha mazmunni tushunib yetdim.
ya'ni muqaddas dinimizni Qur'on Karimdan iborat bu muqaddas kitobimiz orqali o'z aqlimiz va tafakkurimiz bilan tushunishimizni Allah bizga majburiyat qilgan. Ya'ni bizning tushunalmay qolmasligimiz uchun Qur'onni hamma odam tushunadigan qilib tushirgan. Payg'ambarlarning vazifasi faqat haqni tushunishlik qilib yetkazib qo'yish va nasihat qilish. Ya'ni payg'ambarimizning vazifasi faqat Allohning dinini insonlarga yetkazish va ular tushunadigan shaklda tushuntirib qo'yish ekan. Ya'ni yuqorqi oyatlar debdiki, insonlarga payg'ambar avatish bilan yaxshi va yomon yo'llarni ko'rsatdik. Xohlaganlar musulmon bo'ladi, xohlaganlar musulmon bo'lmaydi. Agar Alloh xolisa edi, hamma kishini birli ummat, ya'ni birli dinda qiladi. Shundoq Allah barliq koinotning egisi bo'lish sifatida insonlar orasidagi barliq masalalarni hal qilishga qodir edi. Ammo u insonlarga kishilik huquqdan iborat bir yuksak erkinlikni berdi. İnsanlarning o'z hayotini xohlagan shaklda tanlashiga ruxsat qildi. Bu demak, dunyoda faqat islom dinidan boshqalarni yo'qotishni maqsad qilgan har qanday kurashning islom bilan aloqasi yo'q deganlikdir. Undaqda nima uchun dunyoda musulmon va kofir jidili yuz beradi? Allohning insonga berilgan yashash va tanlash erkinlik huquqlari boshqalarning kontrolli ostida bo'lib qoladi. Bir diniy ustoz mendan so'radi. Biz vatan uchun har qanday ishni qilsak bo'ladi. Ammo demokratiyaga ergashsak bo'lmaydi. Men so'rdim. Sizning nazaringizdagi demokratiya degan nima? O ustoz dediki, demokratiya bir qonun. Ammo biz islomning qonunidan boshqani e'tirof qilmaymiz. Men bu javobdan hayron bo'ldim. Chunki oldimda turgan bu kishi o'zi yomon ko'radigan demokratiya haqida konkret tushunchaga ega emas edi. Meningcha, demokratiyani o'z navbatida bir ideya desak, texmi muvofiq bo'lishi mumkin. Ya'ni Allohning insonlarga ato qilgan yashash huquqi, erkinlik va barobarlik huquqi hech qanday shaxs, davlat va qonun tarafidan daxli taruzga uchramasligi kerak. Erkin va adil bo'lgan saylam orqali xalq hokimiyatni o'zi tanlashi kerak. Har bir puhra jamiyatning bir a'zosi sifatida siyosatga aralashishi kerak. Har bir odamning haq huquqlari qo'g'dilishi kerak. Qonun va tuzumlar hamma odamga o'rtaq qo'llanilishi kerak. degan hukmlarning o'zi demokratiya dedim kulib. Albatta, demokratik tuzumdagi davlatlar o'z qonunlarini mushundaq prinsiplar asosida tuzib chiqadi. Ya'ni, qaysi xil hokimiyatda bo'lsa, o'z hokimiyatining ahvoliga qarab davlatning asosiy qonuni tuzib chiqiladi. Masalan, Xitoy demokratik davlat emas. Shunga uningda qonun bor, ammo demokratiya yo'q. Dedim men yana qistirib. Shu vajidan demokratiya qonun emas, balki ideya, prinsip deyilsa muvofiq bo'ladi.
Demak, insonlarning Alloh tarafidan berilgan haq huquqlarining daxli ta'rifsiz bo'lishi, barliq insonlarning hokimiyat ishlariga aralashish haqqining borligi. İnsanlar özlerini idare qiladigan hokimiyatni o'zlari saylab bekitishi kerakligini demokratik ellar allapurun o'rtaq qimmat qarashlariga aylantirgan. Ammo bu qimmat qarashlarni rad qilgan davlatlarga qaraydigan bo'lsak, garchi har bir insonning yorilishidan Alloh tarafidan berilgan haq huquqlari dafsanda qilinmasligi kerakligini aniq bilsimi, ammo bu qimmat qarashlarni rad qiladi. Chunki bu qimmat qarashlar ularning xalqni qul qilishi, zulm qilishi, o'z manfaatlarining qurboni qilish yo'llarini butunlay buzib tashlab, faqat xalq xohlasa ularni hokimiyat beshiga chiqirdigan, xohlamasa elib tashlaydigan bir kunlarning kelishidan, foyda manfaatlardan ayrilib qolishidan qo'rqidi. Ya'ni ummatdoshlarimizning, qarindoshlarimizning zulmimizga sukut qilishi, Xitoydek insoniyatning dushmani bilan bir sapda turishlarimi dal mushu sabablardandir. Xulosa, demokratiya bilan din bir-biriga tubdan o'xshamaydigan ikki uqum bo'lib, din Alloh tarafidan insonlarning o'zlarini idora qilish uchun berilgan bo'lsa, demokratiya insonlar tarafidan ularning kollektiv hayotining tinch, inoq va bexatar bo'lish uchun maydonga keltirilgan o'rtaq fikr, ya'ni o'rtaq qimmat qarashdir. Dunyoda hozirga qadar bo'lgan tuzumlar ichida demokratik ideologiyani prinsip qilgan tuzumlar davlat boshqarish va xalqlarning haq huquqlariga kapolatlik qilishda, dunyoning tinch taraqqiy qilishida, dunyodagi boshqa ideya prinsiplarga qaraganda muvaffaqiyatli bo'lg'ini va hozirga qadar demokratiyadanmi ustun bo'lgan bir prinsip barliqqa kelmagani sabab, Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi dal mushu demokratik prinsip asosida maydonga kelgan. Dunyodagi 193 davlat demokratik qimmat qarashlarni to'g'ri ko'rganligi yoki qabul qilganligi sabab Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan. Demokratik qimmat qarashlarining muborak dinimizdagi Allohning insonlarga ato qilgan haq huquqlari bilan hech qanday ziddiyat to'qinish yo'q bo'lgan va Allohning insonga bergan huquqlarini himoya qiladigan prinsipdir. Alloh har bir insonga yorilishidilla qandaq yashash erkinligini bergan ekan, uning shaxsiy hayotida qandaq bir shaklda yashashi yuksak kapolatga ega qilinishi, har qandaq inson rangi, millati, kelib chiqishi, tanlagan yo'li, yashagan hayoti, diniy e'tiqodi qatorliqlarning o'xshamaganligi sabab chetga qiqilmasligi, zulm qilinmasligi, tajovuz qilinmasligi, haq huquqlari tortivilinmasligi kerak. Demokratik qimmat qarashlariga ega bo'lgan jamiyatda insonning yuqorqi haq huquqlari mushu prinsiplar asosida turg'izilgan qonunlar orqali qo'g'diladi. Tugadi.
2019 yil 26 avgust